Suyak yemilishi kasalligi bo'yicha qanday mahsulotlarni bemorlarimizga tavsiya etasiz? Suyak yemilishida bizning korxonamizda asosiy stopartroz mahsulotimiz bu sirop hamda kapsula holatda beriladi. Bunga qo'shimcha tarzda artrofit va chistый sosud mahsulotlarimiz beriladi. Bu 4 ta mahsulotimizni birinchi tabaqadan 3-bosqichgacha bo'lgan suyak yemilish kasalliklarida beriladi. 3 va 4 bosqichda bularga qo'shimcha tarzda revmafir va feroteka mahsulotimiz qo'shiladi. Bu mahsulotlar suyak yemirilganini to'liq tiklab beradi, suyakni asl holatiga keltiradi. Suyak salomat bo'lishi uchun buni albatta hammasini kompleks tarzda iste'mol qilish shart. Mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'yicha yetkazib beriladi. Sizga mahsulotlar qiziq bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqing va kerakli ma'lumotlarni olgan holatda davolanishingiz mumkin.